Legenda Nexia 2 tashlanib yuboramiz. Rasonkani ahvolini ko'ryapsizlar. Xo'sh. Mana Kalinvaldachki ahvol akalar. Kalinvaldachki asfaltini ko'ryapsizlar. Mana temir struchkalar mana. Mana shuncha temir struchka korobkaning ichidan chiqqan demak ko'ryapsizlar. Bu nima bo'lgan, bu nima qo'ygan bilmaymiz. Lekin mana shu temir struchkalar korobka mana Kalinvaldan chiqqan. Men o'ylashimcha endi bu Kalinvalda oradagi kladishlardan, yigilishlardan chiqib kelsa kerak deb o'ylayman. Moyda bari shunchalik struchka bo'lmasa kerak. Короче говоря, tozalanmagan, birinchi marta tozalanishi, ko'rib turibsizlar, polni temir struchkalar. Maptachikning ahvoli mana. Bu yerda moy bo'lish kerak emas aslida. Xalosda dachik yurdingizmi? Tozalan. Xo'sh, gazli turib akalar, ichi to'liq quruq. Ko'rasizlar, mana bu ishini teshlarini urib yuboring aka. Teshlarini. Zasnonkaga keladigan bo'lsak, har doimgidek zasnonkaning ichi mana baloto akalar. Shuncha baloto bo'lganiga xohishsa, xohlamasak endi sensorni dashlar hammasi rasvo bo'ladi akalar. Подписка, лайк, отметкani gumlatinglar akalar. Liboy mashinani sensorni dashlarini yuvib tozalab, kompyuterni diagnostika, zbrot, agar katalizator erib ketgan yoki olib tashlangan bo'lsa, ularni ham remont qilib beramiz. Farqat Zapchil bozor ro'parasi, Chinozor 10-kvartal.